Mana Riyada salomatlik va farovonlik xalqaro assotsiatsiyasining tilla patagi qo'lingizda turibdi. Nima uchun xarid qilgansiz bu pataklarni? Nima muammo bor edi sizda? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Menda masalan 13 yildan beri poliartrit bo'yicha uchetda turaman. Lekin poliartritdan oldin menda oyog'imda shporam bor edi. Belimda grijam bor edi 3 ta. Mana shu shporam rosta yomon meni qiynagan. Lekin qilmagan narsam qolmagan shporaga. Udarno-volnovoy terapiya qildirgan, massaj qildirgan bo'lmadi. Lekin mana shuni eshitib qoldim. Oldim, kiydim. Bir где-то 2,5-3 hafta deganda lekin natijasini ko'rdim. Umuman mana shporadan xalos bo'ldim. Grijamdan bir 2,5-3 oy deganda grijamdan xalos bo'ldim. Poliartritga kelsak, poliartrit hali ham bezovta qilib turadi, lekin 70-80% yaxshiman. Shuning uchun mana shu stilki boriga shukr deyman. Stilkilar menga rosa yoqadi. Stilkini o'zim yaxshi ko'raman. Stilkisiz menga hayot yo'q. Ertalab turgandan to kech yotgungacha stilkida yuraman. Natijasi обязательно bo'ladi. Yaxshi yordam beradi. Grijagada, shporagada, yassi oyoq, artroz, artrit, protruziya, nima suyak bo'g'imizda qanaqa muammo bo'lsa hammasini zo'r yordam berar ekan. Shuni bildim men, lekin hammaga tavsiya qilaman olishga.